Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan jajjigina, shiringina mini cheescake'larni o'rganamiz. Birinchi, pechenyelarimizni blenderda yoki oddiy juvada maydalab olishimiz kerak. Unga sariyog' qo'shib, yaxshilab uqalab olamiz. Bizga endi krem chiz kerak bo'ladi. Men 4 toni yangi chiqqan krem chizlardan foydalandim. O'lchab idishimizga solib, ustiga shakar solamiz, vanilin solamiz 4 to'dan. Yaxshilab lopatkada aralashtiramiz. Qaymoq solib buni ham aralashtirib, venchikda bir xil bo'lgunicha aylantirib turamiz. 2 dona tuxumni bittadan solamiz. Avval birinchisini solamiz, keyin bo'lsa ikkinchisini solib, bir xil massa bo'lgunicha aralashtiramiz. 2 osh qoshiqda kraxmal solib, buni ham yaxshilab aralashtiramiz. Endi kichkinagina keks qolipchalariga pechenyelarni solib, yaxshilab presslab, ustiga kremni qo'yamiz. Listimizni o'rtasiga kosada issiq suv solib, duxovkaga 15-20 minutga jo'natamiz. Pishgan cheescake'larimizni yaxshilab sovutib, ustiga olcha yoki olxo'ri jemidan suramiz hamda chetlarini oddiygina pechenye bilan bezatib chiqamiz. Juda ham chiroyli, mazali cheescake'imiz tayyor, yoqimli ishtaha.